Assalomu alaykum do'stlar. Xayrli kun hammaga. Allohim kuch-quvvat bersin, kunlaring yaxshi o'tsin bugun. Mana meni arukari archam. Olganimga 2 oy bo'ldi. Hozir yaxshi, lekin shuni parvarishi juda qiyin deyishdi. Ayniqsa yoz kunlarida parvarish qilish menga salqin nimani yaxshi ko'rar ekan bu. Salqin havoni, quruq havoni yoqtirmas ekan, nam havo kerak ekan. Hozir shunga havoni namlab beradigan apparat yoqib qo'yaman kunduzi. Mana derazalarni yopgan vaqtimiz. Hozircha yaxshi. Mana oziqasini beryapman. Suvi ozroq 2-3 santimetr usti qurigandan keyin suv qo'yyapman. Juda qurib qolmasligi ham kerak ekan bu. Juda nam bo'lib ketsa tomiri chirar ekan. Birinchi marta olishim bu arukari archasini o'zi-ku vaqtdan beri havas qilib yurdim, olaman deb. Juda yaxshi havoni tozalab beradi. Shu yaxshi ko'rib nimalarda kanallarda ko'rsam parvarishlariga qarab shuni olishni orzu qilib mana oldim. Olganman 2 oy bo'ldi. Bu yaxshi, hozircha o'syapti. Kattaroqni olmoqchi edim, yo'q ekan. Bundan kichkinasi bor ekan. Bizda Navoiyda bitta shu nimada Yangi bozorda gul bozor shunaqa xona gullar sotiladigan joy bor. Shu yerdan oldim. Kattaroqni olmoqchi edim o'zi. Hozir yaxshi, mana shu nimalari yoqadi menga. Suv sepganda bir chiroyli bo'ladi. Ranglari qanaqa chiroyli. Osilib turadi, xuddi munchoqchaga o'xshaydi. Shuni olinglar. Unchalik qiyin emas shekilli. O'syapti mana. Parvarishga qarasanglar, suvni ko'p qo'ymasanglar, quritib ham yubormasanglar juda bo'ladi. Qarab e'tiborli bo'lsa odam, parvarish qilsa bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa olinglar. Juda yaxshi, chiroyli. Agar bu sal kattaroq bo'lsa, mana yangi yilda archa o'rniga ham bezab qo'ysanglar, o'zim mana sveji nimalar hidlari ham bo'ladi bularni. Xo'yni o'simlikka hid tarqatadi o'zidan shu archani hidi. Juda yaxshi. Uyni havosini ham tozalaydi. Yaxshi, chiroyli. Ko'rinishi ham yaxshi. Shuni aytmoqchi edim. Xayr, sog' bo'linglar. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr.